Seviye yuqorilgan siri g'aybatga ko'p vaqt sarf qilmaydi. Bilamsiz, yan qo'shnimizning qizi 25 yoshga kirib qolgan turuqliq yana chet elga chiqib o'qiydi ekan. Ishi shuncha cho'ng'ib ketibdi, yana o'qiydi ekan. Vaqti kelganda ishi cho'ng'ib yotliq bo'lolmasa, o'ltirib qoladi. Anladingizmi? Palonchining qizi yotliq bo'ldi. U erning kichik bolasi borligini anglab qoldim. Oila ahvoli yomon emas ekan. Uning oilasi buningdan xabarsiz o'xshaydi. Er tarafidan aldinib ketibdi. Mushundaq gaplarni doim anglab turamiz. Seviyesi töven kişilerinin nazar dairesi tar, medeniyet seviyesi yeterlik emas. Doğrusunu aytganda, seviye töven kişiler özüge az köngül bölüp, diqqatini köprek başkaları qaratıdı. Siz vaqtınızda bir kısım qoşnilarının, xizmetdaşlarının, dostlarının g'aybatlariga sarf qilib, vaqtınızını g'aybat, köngül içiş xabarlari bilan to'ldirsangiz, o'zingizning har jihatdagi iqtidoringizni o'stirishga nadimi vaqtingiz bo'lsin? G'aybat shikoyatni azroq qilsak, turmushimiz ma'nisiz bo'lmaydi. Özü bilen münasibetsiz işlarga köngül bölüş, kimning kim bilan to'y qilishi, kimning ajrashib ketganligi, yana kimlarning qiyrig'icha o'qishi, bular siz uchun muhimmi? Buningdan keyin sizning turmush sifatingizni o'zgartirib bo'lamdi? Hargizmi o'zgartirib bo'lmaydi. Kun bo'yi vaqtni isrof qilib, qimmati yo'q narsalarni muzokara qilgan sari o'zingizning hayotini bir o'zida to'xtatib qo'ysiz. Boshqalarning ishi oz aralashib, oz so'zlab, o'zingizning hozirgi ishini tirishib yaxshi qilsangizlar bo'ladi. Seviyesi yuqori kişiler vaqt ve zihnini g'aybatga sarf qilmasdan, balki o'zining o'sib yetilishiga ko'ngil bo'ladi. Siz vaqtni ko'ngil ichish, qo'shnilar aro fitna fasodlarga ko'ngil bo'lishdan, o'zingizning iqtidorini, turmush sifatini yuqori o'stirishga ko'ngil bo'lishga o'zgartganda, ondan ham yuqori qatlamdagi seviyaga ega bo'la olasiz. Seviya yuqorilgan sari boshqalarga tayanmaydi. Bala lampa ostida yomg'irdan panohlanayotdi. U yiroqdan kelayotgan dadini ko'rib, yuqori ovozda uning qarab, "Dada, menga kunlik akilib bersangchi" debdi. Dada, ben yağmurda kaldım. Siz lampa astida. Nimişqa men ekilip birmen? Höl bulup ketmeydisiniz, undaqda özünüz birip kunlik izdendi. Bu yerde dada ekilip berse boludu. Lekin vaqt o'tgan siri beqinish psixikasi shakllandi. Qilalgan ishlarini qilolmas bo'lib qoladi. Demak, sizga ziyonkashlik qilib qo'ygan bo'ladi. Mayli, qandaq ish bo'lsin, boshqalarning ato qilgani sizga taba emas. Bir qitim, iki qitim boshqalarga tayinib olsangiz bo'ladi. Lekin o adam sizden ayrılıp qalğanda özünüzni yo'qotib qo'ysiz. Kishilik hayotda boshdan oxir o'ziga tayinish kerak. Vaqtni boshqalarning ishiga sarf qilgandan ko'ra, o'zining tirishchanligi, ishonch va g'ayratiga tayinib muvaffaqiyat mevasini tanlab bilish kerak. Seviye yuqorilgan siri yuz obro'y qo'g'lashmaydi. Oldingi oyda do'stim to'y qilganda 6000 so'm atadim deb so'zlaganlarni anglab qolamiz. Tonuş tuqqan bo'lgan taqdirdimi bundaq cho'ng mablag' atashning hojati bormi? Uning ustiga shu hadiyani bergan kishining kirimining uncha yuqori emasligini bilamiz. Obro'yparastlik turmushdagi umumlashgan bir xil hodisa bo'lib, nurg'unlarda bu xil psixika bor. Yuz obro'y obraz bilan, izzat, hurmat bilan, o'rin bilan zich bog'langan bo'ladi. Yuqori saviyali kishilar yuz obro'y qo'g'lishib o'ltirmaydi. Yuqorqi ishga qarata o'zining iqtisodiy ahvoliga asosan ish qiladi. Çünkü sizning kirimingiz boshqalarning kirimi bilan o'xshamaydi. Seviye yuqorilgan sari odam bu üç ishga shuncha ko'p vaqt sarf qilmaydi. Bek yuz obro'y qo'g'lishib ketmang. Amaliyotdan chiqish qiling. G'aybatni az qilib, vaqt va zehningizni o'zingizga qarating. Mustaqillikni o'rganib, boshqalarga tayanmang. Ondan texmi yaxshi o'zingizni uchirta olasiz.